Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar. Mana Shayxali mahallasi, Shayxali qo'rg'onchasiga keldik, yetib keldik. Mana qidirib, izlab akamizni. Mana nasib bo'lsa, mahalladoshlar, yurtdoshlar shu akamizni ham nazoratda qoldirmaylik degan maqsadda keldik. Akamizni ham nasib bo'lsa oyoqlari tuzalib, otday bo'lib ketsin. Ha, nasib bo'lsa, nima kamchiliklari bo'lsa, ulashishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa, un, shakar, mayda-chuyda olib keldik aka. Ventilatoringiz yo'q ekan, xonangiz issiq ekan. Ertaga sizga patolakka aylanadigan yangi ventilyator qurib berib ketamiz. Elimizga, xalqimizga bir so'z bo'ldi. Sizlarning yetkazlaringga shukr. Shuncha yo'ldan topib kelibsizlar meni. Shuncha xizmatlaring uchun, yordam qilganlaring uchun rahmat sizlarga. Katta minnatlar ko'ringlar. Dunyo turguncha turinglar. Xalqimizga ham rahmat, pul berganlar. Xalqimizga ham rahmat. Pul berganlarga ham rahmat. Hammalaring sog' salomat bo'linglar. Amin. Allohu akbar. Amin. Hammalaring zo'r bo'lib ketinglar. Rahmat. Rahmat sizga.